Akalar kimdir mana somonni maza qilib 5000 so'mga olib bosib oldi. Kimdir esa 10 mingga oldi, kimdir esa 15 mingga oldi. Hozir esa bu somon narxi 25 ming chiqib ketdi. Akalar bu somonni mashinada beradigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda pulingiz yo'qotasiz, ikkinchi o'rinda molingiz umuman semirmaydi. Akalar, men sizlarga hozir Tayfun Drabilkan katta zavodga kelganman. Bu yerda mana shunaqa somon deysizmi, ko'kot deysizmi, paya deysizmi, yantoq deysizmi, don mahsulotlarini hammasini chiqarib beradigan Universal Drabilkalari zavodga kelganman. Narxi ham ancha qulay ekan. Sifatiga akalar bitta qarab berib, sifatiga gap yo'q. O'ta cho'tka ishlangan. Videoni oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsangiz, xudo xolisa men sizlarga hozir bu yerda Drabilkalari ma'lumotini beramiz. Eng qizig'i bu yerda mis motor bor-ku, sizlar qayerda ko'rgansizlar? 170-160 tokka ishlargan. Shunaqangi motor bor ekan, mis motor, o'sha alyumin motor ishlaydigan tokda ham qiynalmasdan ishlar ekan. Shu motor to'g'risida ham yangilik bo'ldi, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Akalar, videoga bitta like bosib turadigan bo'lsangiz, albatta afsuslanmaysiz. Bu videodagi aniq shu Drabilkadan olgingiz keladi. Chunki narx tomondan ham, sifat tomondan ham o'ta chiroyli hamda chorvangiz uchun manfaatli hamda baraka olib keladigan chiroyli Drabilka ekan. Sifatini bitta ko'rib qo'yasizlar. Sifatiga ham hamma yo'g'i lazerda kesilgan, qiroqlari ham bukilgan, xudo xolisa zo'r ekan. Motorlari ham 3 xil motor ishlatishar ekan. Tishlari, setkalar haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Akalar, mana sizlarga o'sha past to'kka ham ishlaydigan 6,5 kilovatlik aka mis motor obashi. Mis motor aka. Chiqaraver aka, mana mis motor past to'kka ham ishlaveradi. Qaranglar. Kelib. Bo'ldi aka. Bemalol silus holatda bemalol mana endi past to'kda ham mis ishlasa bo'laveradi aka. Past to'kda ham ishlayveradi aka. Mana akalar, bemalol hozir setkasi holatda chiqardi aka. Setkasi ham chiqsa bo'laveradi. Bemalol bundan ham mayda qilib beradi. Mana akalar, endi past to'kda ham bemalol mis motori. Aka, bu motor yangilik bo'ldimi? Nomi qanaqa? Bu aka Alfa Gnat degan motor keldi. Aha. Oldin past to'kka qiynalardi motorlar. Aha. Hozir yangilik bo'lib keldi aka. Past to'kda ham ishlayapti. Ishlayveradi. Zo'r ishlar. 160 ga ham ishlayveradi. Ha, oldin aka odamlar o'ylanardi, meni to'kim past, mis motor olmoqchiman desa, mis motor bas, alyumin motor tavsiya qilardik. Biz ham shunaqa edi. Past bo'lsa ham 160, 170 bo'lsa ham ishlayveradi. Mis motorni tavsiya qilaveramiz. Yaxshi. Endi bunda hozir mol bob chiqarib beramiz-a, somonni. Bunda mol bob qilib beramiz, bunisida qo'y bob qilib beramiz aka. Ikkovi ham, bittasi alyumin monomismi? Alyumin? Bu 6,5 kW alyumin motor. Alyumin. Bu ham o'sha 6,5 kW mis motor. Mis motor. Past to'kda ishlaydigan. Past to'kda ishlaydigan. Akalar, bitta like bosib turinglar, endi mis motori bemalol past to'kda ham ishlataverasizlar. Mol bobi. Akalar, endi bu somonni sizlar chiqarib bermasalaring bo'lmaydi. Molni hazm qilib jarayoni ham yaxshilanadi. Bunisida qo'y bob qilib beramiz. Ha, chiqaraveramiz ham aka. Bunisida endi qo'y bob chiqaramiz. O'ta mayin holatda bo'lyapti akalar. Zo'r. Bo'ladi aka, mana endi. Mayilligini ko'ryapsizmi aka? Zo'r aka, o'chiravering. Buni mayilligiga ko'ringlar mana. Bera qolib kirib ko'rsating, chap turadi. O'ta mayin qilib ekan aka. Mayin holatda chiqarib beradi. Aka, mana endi hamma har xil boqadi-da, hammaning uslubi har xil. Hop. Mana bu holatda yirik so'raganlar uchun yirik holatda. Mol bob qilib beradi. Mol bob qilib beradi, ha. Endi sepkasini olib chiqarsa, bundan ham yirik qilib beraveradi. Yirikroq qilib beradi. Mayin kerak degan akalarimizga mana bu holatdan bemalol chiqarib beraveradi. Ya'ni qo'y bobda bu. Ha, seluska aralashtirgan ham yaxshi-da bu. Ha, mana shunday holatda bersa, buni uyutmasdan quruq holatda bersa ham zo'r effekt beradi. Yaxshi gap. Lekin sifati ham ancha o'zgaribdi Drabilkalari. Sifatiga aka bitta o'zlari baho berib beraveradi. Bitta baho beringlar. Zo'r. Hamma yo'g'i. Bo'lmasa aka donlari ham chiqaraylik. Donda aka ikkalasini birdaniga yoqib yuboramiz. Birdaniga men bittasini chiqaray. Bo'laveradi aka. Siz bitasida. Mana bu mis motor, bu 4 kilovatli alyumin motorimizda yorma. Buni ustida 10 ko'pay qilib beramiz. Bo'ldi aka. Bismillah. Ochaveramiz. Endi alohida solib turishlari shart emas. Avtomatik o'zi tushaveradi. Tushaveradi o'zi. Ha.
qo'lda solib turish shart emas. Bu yerdan regulyatsiya qilishadi-da. Ha, Ozroq soladi, ko'proq. to'g'ri. Mana bu yerdan sotali makkalar bo'lsa, bemalol solib chiqarishga bo'laveradi. Bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. To'g'ri. Mana 4 kilovatlik ham yaxshi chiqar ekan aka. Aka zo'r chiqaradi bu ham. Aka bunga biz hammasiga 6 oy garantiya beramiz. Motorigachi? Motoriga o'zi biz garantiya olamiz. Aha. Motoriga 1 oy, drabiliga 6 oy garantiya beramiz. Motoriga 1 oy. Motoriga Aka 1 bu oy. soatiga qancha chiqaradi? Bera qolib kilometr. Xo'p, aka soatiga yorma holatda 300 kilogacha chiqaraveradi. 300 kilogacha. Un ko'pay holatda 200 kilogacha chiqaradi. Un kipa holatda 200 kilo. Mana shu 4 kilovatligimiz aka. 4 kilovatlik. Mis motorda bo'lsa 300 kilodan ham ko'p chiqaraveradi aka. Ko'proq chiqaradi. Gap yo'q, zo'r. Xo'p aka, drablikani quvvatini, kuchini ko'rdik endi. Aha. Endi buni bitta qanaqa material ishlatiladi? Motorlari, tishlari to'g'risida, narx-navosi, Bo'ldi, Bitta bitta ma'lumot berib o'tamiz. ma'lumot beraylik. Obunachilaringiz bitta layklar bosib qo'llab tursa, xudo Qo'llab, xolasa. xudo xolasa. Aka motorlarni bitta ko'rsating-da yaqinda. Bo'ldi, mana motorlar ham o'sha Ha. aka birinchi uni bundan boshlaylik, hali pastlikka ishlaydigan Ha. misdan. Xo'p, aka hozirgi paytda raza trendda bo'layotgan, juda Aha. ko'pchilik mashinadan zakaz beryapti. 6,5 kilovat, 3,5 oborotda ishlaydigan mis motorimiz. Mis motori. Sal Mana yaqinroq shunday- ko'rsating, operator bitta ko'rib olsa mana. Mana Alfa shunday Grand. holatda Alfa Grand nomi shunaqa. Aha. Mana shunaqa 10 kilolik mahaviy qo'yamiz. Bu ham balansirovkasi 0 ga chiqadi. Tishlarini ham aka mana germanskiy oq Mana segment pichog'idan ishlatilamiz. Germanskiy toza. Mana malatka o'yiladigan temir emas, mana shunaqa segment pichoq ishlatamiz. Bu kalyonlikdan qo'yiladi bu yog'iga. Kalyonniga. Bunga nisbatan aka hozirgi paytda mana bu sinmaydi-da. Kalyonlik sinib ketishi mumkin kuydirilgan hisobiga, lekin mana oq pichoq bukiladi, sinmaydi. Sinmaydi. Gap. Bularga aka biz 6 oy garantiya beramiz. 6 oy. Mahsulotimizga ishonganimiz uchun garantiya beramiz. Bu qanaqa motor? Endi bu 6,5 kilovat alyumin motorimiz. Alyumin motor. 3,5 oborotda ishlaydi. Aha. Ikkalasi bir xil. Faqat buni amotkasi alyumin, buniki mis bo'ladi. Bu ham pastlikda ishlayveradi. Bu ham pastlikda ishlayveradi. O'ylanmasdan olishaveradi. Endi bu 4 kilovatli alyumin motorimiz. Hop. Bunga mana shunaqa 6 li listdan qo'yib beramiz. Aha. Ya'ni motor kichikroq bo'lganligi uchun hajmini 5 kilolik qilib, Aha. motorga nagruza kelmaydigan qilib chiqarib beramiz. Gap. Bunga ham Nechta? pichoqlari bir xil bo'ladi. 24 tadan bo'ladi pichoq aka. O'zi ko'p pichog'i ham u foydasi yo'q. Aka 10 ta bo'lsa ham chiqaraveradi. Aha. Maksimalniy darajada 2 qavat qilib terganmiz mana. 2 qavatdan qilib Qavat terganmiz. ekan. Ha. Gap. Bemalol chiqarib tashaveradi. Bu 4 kilovatga. 4 kilovat. Endi narxini bitta aytib o'tib ketaylik. Aha. Xo'p, bizda mana shu 4 kilovatli alyumin motorimizda 1,900,000. Hop. 6,5 kilovatda 2,100,000. Aha. Mis motorimiz 2,300,000. Vodiy bo'lib dastavkasini aka bepul qilib beramiz. Bepulmi? Bepul qilib beramiz. Ha. Endi qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda, masalan, joyiga qarab 200,000 dan 300,000 gacha qo'shilib qolishi mumkin. Uzoq 300 ming. Ha, uzoq O'shanda 300 ming. 2,600,000 so'mga yetib boradimi? Yetib boradi, ha. Zo'rda 2,600,000 so'mga. Shunaqa. Misi zo'ri. Mis. Endi aka misni ham qanaqa hali token past o'ylanib o'tirishmaydi. Bemalol zakaz qilishadi, olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. 160, 170 ga. Ishlayveradi, Ilgari xudo xolasa, 192 da. Shunaqa, ha. Hozir Hozir endi. alyumin ham shunaqa aka. Buni 2,100,000 ga yetkazib 2,100,000 beramiz. ga yetkazib Vodiy beriladi. ichida. Vodiy ichida. Ha, endi u ham qolgan viloyatlarga joyiga qarab qo'shilib qoladi. Hop, Bu 1,900,000. 1,900,000. Bu ham vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beraveramiz. Bu ham universal bo'ladi. Bu ham universal aka. Mana korpusimiz ko'rib bersanglar, hammasi bir xil Hammasi bir bo'ladi. xil bo'ladimi? Ha, faqat motori bilan mana mahaviyda farq qiladi. Bu ikkalasiga bir xil mahsulot ishlatamiz. Bunga list ishlatamiz, 4 kilovat. Nimaga bunga lis ishlatyapti aka? Lis. Motor kichkina bo'lganligi uchun mahaviyga qo'ysak nagruza kelishi mumkin. Aha. Shuni hisobiga 5 kilolik qo'yamizda bir xilda zo'r ishlab. Ana ko'rdingizku aka mana Zo'r ishlayapti ham uni ham. Zo'r chiqarib berdi. Masha deydi, masha. Ha, xuddi chiqarganimiz shu. Zo'r chiqaryapti mana, hech qanday bir qiynalgan. Setkalari ham aka mana lazerda kestirganmiz. Baqavat aka. Sifatiga baho berib berasizlar mana. Mana shu hozir molbob qilib chiqargan somonimizni mana shuni qo'yiladi. Aha. Qo'ybobga buni qo'yiladi. Hop. Boya yorma chiqardik, buni qo'yiladi. Sotali makkalarni ham chiqarib beraveradi bu. Bunisi bo'lsa 10 ko'pay holatda chiqarib beradi mana. Bu setka. Setka ham qalin ekan aka. Setka ham qalin. Gap yo'q, zo'r. Komplektda shular boradi. Shular boradi. Keyin yana bitta narsa ma'lumot berib o'tay aka mana shu motor haqida. Yaxshi. Juda ham ko'pchilik motor o'chib qoldi, Hop. yonmayapti, tok kelmayapti deyshadi. Bu mana yaqindan ko'rsatsangiz, teplavoy relay bilan chiqadi hozirgi motorda. Aha. Qolganlarda ham bormi yo'qmi bilmadim. Bizda hamma motorimizda shunaqasi bo'ladi. Aha.
Xullas motor qizisa, nagruzka bo'lsa, toki 100 dan ham pasayib ketsa, netdan tashlaydi, tokdan O'zi uzib qo'yadi. avtomatik tashlaydi. Ha, tokdan uzib qo'yadi. Oldin avtomat qo'yilardi. Hozir avtomatdan tashqari dabavishniy mashina bo'lyapti. Motor kuymaydi xullas, aka. Kuymaydi. Ha, kuysa mana shunisi kuyishi mumkin, 25 ming turadi. Bitta almashtiradi, ishlataveradi yana. Motor kuymaydi, aka. Motor kuymasa. O'zini o'zi himoya qilib oladi. Motor kuch keltirmasa ekanda. Motor o'chib qolsa, avtomatdan o'chiradida, metdan 3 marta ezadi, yana tok keladi, ishlataveradi. Ishlataveradi. Yaxshi, zo'r bo'ldi, yaxshi ma'lumot bo'ldi. Xo'p aka, bu drabilkalarimizga qanaqa material nechida ishlatiladi buni? Xo'p aka, 1/3 listdan foydalanamiz tepasiga. Tepasi 1/3. Ha. Sal yaqinroq olib keling, operator Mana yaxshiroq. aka, hozir Mo'yna ko'rsataylik. mana buni ustidan ko'rsataylik aka, mana ochilmagan anaqa. Ichlar hashay bo'lmagan boshqasidan mana. Xuddi drabilkamiz. Ochilishiga ham e'tibor berasizlar, mana bu yerdan haligi chang boshqa narsa chiqmasligi uchun pastiga ham qo'shilgan. Qo'yilgan ekanda. Tepasidan ochilishi oson mana. O, ichida ham bitta ko'rishsa. Mana ichlari 6 li trubadan foydalanamiz. Hammasi 6 likmi? Hammasi 6 li, bir xildan, standart, yangi. Eski emas. Yangi. Mana bu nimalari ham listdan qilinadi, hammasi. Konteyner list ishlatmay qo'ydi aka. Hammasi yangi listdan ishlatiladi. Yangi list qo'yilyapti. Boya ko'rsatgan mahavigimiz 24 ta pichoqli, trubasi 6 li. Xudo xolasa sifatiga o'zlaring bitta baho berib berasizlar. Sifati zo'r. Svarkalari ham mana ichidan qilingan, tashqaridan bilinmaydi. Hali zavodskiy holatda chiqyapti, lazerda kestirib qildiryapmiz. Xudo xolasa bu yog'iga biz 6 oy garantiya beramiz. Motoriga bo'lsa 1 oy garantiya beramiz. Buni g'ildiragini ham hoplagan ekansiz aka. G'ildiragini yerda o'rnash osonda. Bemalol o'rnashadi, haligi vibratsiya bermaydi, boshqa bo'lmaydi aka. Xohlagan tomoniga yetalab ketsangiz bo'laveradi. Yopilishlari ham oson aka, mana bu yerga ichini ilishadi. Aha. Yana o'sha krючогini ham bitta tortib qo'yishadi. Bo'ldi, mana shunday holatda. Zo'r. Lekin sifatiga xohlasa to'rtburchak varianti, xohlasa yumaloq varianti narxi beramiz. Narxi bir xil, o'zgarmaydi. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqarishadi, mana zavod o'zlari buni mashina bitta ko'rsatib qo'ying aka. Mana sepilmagan holati. Xom holati aka bu. Xom holati mana. Ha. Zo'r. Mana yangi listdan ko'zlarning oldida turibdi, eski listdan. Hech qayerda mana, bashaytda ham mana yangi list. Hamma yo'q, yangi listdan. Qolgan hamma narsalar yangi ishlatiladi. Sasi yangi qurilgan ekanda mana bu holisi. Shunaqa holat. Hammasi ichidan bo'lgan ekanda aka. Shunaqa aka. Zo'r. Buni nasib farqi yo'q ekanda buni. To'rtburchak yumaloq farqi yo'q. Qilinaveradi. Faqat motorni aytsa, o'shani qo'yib beraveramiz. Mis motor desa, mis motor, alumin motor desa, alumin motor farqi yo'q. Farqi yo'q aka, qilib beraveramiz. Xo'p, manzilimiz bitta tushuntiring aka. Manzilimiz o'tgan videoda emasdan chiqib qo'ygan ekan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi nomerlarimizni masalan sarayt qilsa yo telefon qilsa, lokasiyani tashlab beraveramiz. O'zi masalan hozir kartalar chiqib ketgan-ku, Google kartaga kirib iPhone drabilka deb o'qtaringizsa, manzilimiz kelib chiqadi o'zi aka. Mana shunaqa lokasiya berilganmi? Ha, shunaqa lokasiya berilgan. Zo'r aka. Aka yana nima narsa ishlab chiqarasiz bek masalan? Xo'p, aka, hozir bizda o'zi asosan drabilka chiqaramiz, undan tashqari atala qozon chiqarib beramiz. Xo'p. 100 litrdan 800 litrgacha yumaloq varianti. Undan u yog'i tonnali, 200 tonnali bo'lsa, to'rtburchak variantini qilib beramiz. Garelkani 2 xil turi bor. Ko'mir garelkamiz bor, ho'ka garelkamiz bor. Qaysi biridan qilib beraveramiz. Qilib beraverasiz. Aka, yem mishalkamiz ham bor. Aralashtiradigan. Aralashtiradigan. Hozir tayyor bo'lmagan holatda-da u. Ularni yana keyingi videoda ko'rsataveramiz. Zakaz berilsa qilib beraveramiz. Atala qozonni ham asosan 300 litrdan 500 litrgacha olishadi hozir. Olishadi. Yem mishalgacha qanaqa bo'ladi? Yem mishalkani 300 litrdan olishyapti aka. 300 kilolik. Ha, 300 kilolik. 300 kilolik. Reduktorli bo'ladi. O'rtacha. Ha. Reduktorli bo'lsa, masalan, o'rtacha 5,5 million, 6 milliondan bo'lsa, reduktorsiz bo'lsa arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Yaxshi. Nima qilib beraveramiz. Xudo xolisa menimcha aka to'liq ma'lumotlar berdik, lekin sifatiga bitta e'tibor berasizlar. Sifati menga o'zimga ham juda yoqdi. O'zim ko'pchilik drabilkalar aka, menga qo'lingiz ham bukilmagani, mana shu yerdan ham ko'rsating. Ha, aka, ikki marta bukilgan ekan aka. Shunaqa 2 marta. Ishlatayotgan paytda shilib olish, boshqa narsa bo'lmaydi aka. Qo'limda qo'yib olib o'tiribman. Ha, bemalol chiqarsa bo'ladi. Chang chiqarmas ekan, changga ichiga tortar ekan. Shunaqa. Xudo xolisa. Endi oldingi paytda obunachilarimizdan bilishsa kerak, avvalgi videomizda rangi sariq bo'lgan drabilkamizni hozir rangini o'zgartirdik. Bitta rangi ham baho berib berasizlar. Avvalgi rangi yaxshimidi, sariq rangi yoki bu rangi yaxshimi? Kommentariyada yozib ketsin shuni ham. Yaxshi, zo'r. Shu brend Typhoon. Motoriga shu 1 oy berdik. Qolgan joyga 6 oy garantiya berdik. Xudo xolisa, Voha tomonlarga necha kunda yetib boradi aka? Voha tomonga hop. Narxini aytib bo'ldik. Narxini aytdik-ku aka. Narxi yana bitta aytaveraylik. 1,900,000 dan 2,300,000 gacha. Voha bo'ylab, anaqa voha debman.
Vodiy vodiy bo'ylab dastavkamiz tekin vohaga qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. aka endi Hozirgi paytda aka o'sha aytdingizku necha kunda yetib boradi. 3 kungacha yetkazib berardik. Hozirgi paytda ulgurmayapmiz. 5 kungacha yetkazib beramiz aka hozirgi paytda. uzog'i bir hafta 5 kunda uraylik. Yana bitta yangilik aka, hozir tadbirkor akalarimiz bor. Optimga sotib oladigan. Agar ular ham past raqamga aloqaga chiqishsa, hozirgi narxdan emas, undan ham ko'ra arzonroq qilib optim ulgurji narxda qilib beramiz ularga. Optim narxda. Optim narxda qilib beriladi. Xo'p aka, endi mana shu yerda hozir 3 xil dravlika turibdimi? Ha. Bitta narxini tushuntirib ber, mashincha deb. Hozir aka ko'pchilik narxini aytishdan oldin bitta narsa aytib o'tay. Hozir mana bu dravlikangiz faqat somon chiqaradi, bu dravlikangiz faqat makka chiqaradi deb o'ylaydi. Unaqa emas, biz vaqtdan yutishlik uchun, sizlarni vaqtlaring olmaslik uchun alohida tayyorlab berganmiz. Ana shu hamma dravlikamiz mana 4 xil nasatkasida don, hashay hammasini chiqarib beraveradi. Ho'l, quruq chiqarib beraveradi. Faqat vaqtdan yutish uchun tayyorlab olganmiz. Hop, ko'rib turgan mana shu yashil motorli, mis motorli dravlikamiz 2 300 ming narxi. Vodiy bo'ylab dastavkamiz tekin. Vohalarga qolgan joylarga kelishilgan holatda. Hop, bu 6,5 kW alyumin motorimiz narxi bo'lsa 2 100 ming. 100 ming. Bu ham vodiy bo'ylab dastavkasi tekin, qolgan joylarga kelishilgan holatda. Ozgina qo'shilib qoladi. Bu 4 kWli alyumin motorimiz narxi bo'lsa 1 900 ming. Bu ham vodiy bo'ylab tekin dastavkasi, qolgan joylari kelishgan holatda yetkazib beramiz. Endi aka 3 kWli motor ishlatmay qo'ydik. Chunki unga garantiya bera olmay qoldik. Masalan biz 6 oy garantiya beramiz-da. 3 kWli motor hozir mana 4 kW effektini bermayapti. 100 ming 200 ming farq qiladi. Undan mana 4 kWli olishsa yo 6,5 kWli olishsa zo'r xizmat qilib beradi. Asosan mis zo'r ketyapti aka hozir. Pastda olishsan, past baland farqi yo'q-da. Misda olishsan yillab xizmat qilib beradi aka. Zo'r maza qilib ishlatishadi. 100 ming 200 ming farqiga borishmasdan misda olishaversa, men o'zim tavsiya beraman aka. O'zim olib borib ishlatib beraman-da. Zo'r chiqaryapti, zo'r xizmat qilib beradi aka. Aka menga menga bo'pti 3 kW motor bo'laveradi deyilsa, mashinga 3 kW qo'yib bersangiz, necha pulga chiqadi? Hop, 3 kWli zakaz qilishsa 1 700 ming qilib beramiz. 1 700 ming. Dastavkasi tekin yetkazib beraveramiz. Lekin garantiya bermaysiz. Unga garantiya bera olmayman aka. 200 ming farqi bor ekan, xolos va? 200 ming. Nimaga desiz, oldin garantiya berardik 3 kWlikka. Hozir motorning turi ko'payib ketdi-da. Qaysi birini ishlatsa ham effekt yaxshi chiqmayapti. 3 kWli effekt bermayapti. 3 kWli bermayapti effekt. Mayli, zakaz berilsa 1 700 ming qilib beramiz. Lekin garantiya bera olmaymiz. Bularga qolgan hammasiga 4 kWdan 6,5 kWgacha garantiya beraveramiz 6 oyga aka. Yaxshi. Xudo xolisa akalar, qo'limizdan kelgancha bu dravlika to'g'risida qisqacha ma'lumot berdik aka. Xudo xolisa, qolgan ma'lumotlar akamizga telefon qilib olishlari ham mumkin. Bemalol o'sha pastki raqamga aloqaga chiqsa, ma'lumotini beramiz, dastavkasini O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammamizni chorvamizga Alloh baraka bersin.